Namangan viloyati Adliya boshqarmasi inson huquqlarini himoya qilish sho'basi bosh maslahatchisi Muhammad Bobir Ismoilov navbatdagi mehmonimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Va bugun studiyamizga yetib kelgan savollar bilan bevosita murojaat qilamiz. Sizdan javob olib berishga harakat qilamiz. Bizga ma'lumki, adliya organlari tomonidan muntazam ravishda huquqiy aksiyalar o'tkaziladi. Joriy yilning hozirgi kuniga qadar qanday huquqiy aksiyalar tashkil etildi? Dastlab mana shu haqida gaplashsak. Albatta, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 24-maydagi ma'muriy islohotlar doirasida adliya organlari va muassasalari mas'uliyatini yanada oshirish hamda ixcham boshqaruv tizimini shakllantirish to'g'risida 80-sonli farmoni qabul qilingan bo'lib, ushbu farmonda o'sha adliya organlari va muassasalariga umumiy yurish hamda huquqiy aksiyalar o'tkazish orqali fuqarolarni kundalik hayotda muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish vazifasi yuklatilgan. Aynan ushbu farmonni bu bandida kelib chiqqan vazifalardan kelib chiqqan holda adliya organlari tomonidan muntazam ravishda huquqiy aksiyalar o'tkazib kelinmoqda. Joriy yilda O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirining 2026-yil 22-yanvardagi buyrug'i asosida mulk huquqlari kafolatlari to'g'risida huquqiy oylik, ya'ni aksiya tashkil etildi. Juda ham yaxshi va keyingi savol bilan ham murojaat qilishimiz mumkin. Huquqiy aksiya doirasida aynan mulk huquqi bo'yicha huquqiy muammosi bor shaxslar qanday yo'l bilan hal etiladi? Mana shu haqida ham ma'lumot bersangiz. Har bitta o'sha huquqiy aksiya boshlangandan so'ng tegishli adliya boshqarmasi hamda o'sha tuman shahar adliya bo'limlarini shu huquqiy aksiya o'tkaziladigan oy davomida tashkil etiladigan sayyor qabullari reja grafiklar tasdiqlanadi. O'sha iloji boricha kattaroq kontingent mahallalarni qamrab olish maqsadida grafik tasdiqlanadi. Bu aksiya yuqoridagi mulk huquqlari kafolatlari huquqi oyligi bo'yicha ham viloyat adliya boshqarmasi hamda tuman shahar adliya bo'limlarini tegishli reja grafiklar tasdiqlanib, ushbu oy davomida jami 129 marta o'sha sayyor qabullar tashkil etildi. O'sha sayyor qabullarga tashrif buyurgan fuqarolar tomonidan jami 270 ta murojaat qabul qilinib, bulardan 66 tasi qanoatlantirilgan bo'lsa, 29 nafar murojaatchiga huquqiy tushuntirish berildi. Bitta murojaatchi tegishliligi bo'yicha boshqa tashkilotlarga yuborilgan bo'lsa, 146 ta nafar murojaatchining murojaatlari o'sha joy o'zida hal etildi. Qaysi mavzularda ko'proq murojaat? Aynan o'sha bu sayyor qabullar mulk huquqlari kafolatlari doirasida o'tkazilganligi sababli ko'proq o'sha ko'chmas mulk bilan bog'liq bo'lgan masalalar. Aynan o'sha sayyor qabullarga adliya organlaridan tashqari boshqa hamkor tashkilotlar ham Biriktirilgan. taklif etiladi. Misol tariqasida oladigan bo'lsak, kadastr, soliq, hokimiyatlardan, inson ijtimoiy xizmatlar markazlaridan ham hamkor tashkilotlar taklif etilib, ularning ishtirokida o'sha murojaatlar joyida hal etish choralari ko'riladi. Bundan tashqari sayyor qabullardan tashqari o'sha huquqiy aksiya o'tkazilayotganligi to'g'risida aynan shunga o'xshash hamkor tashkilotlarning rasmiy veb-saytlari, ijtimoiy tarmoqlardagi kanallarida e'lonlar joylashtirildi va Namangan xalqaro aeroporti yoki bo'lmasa transport boshqarmasi tizimidagi vokzal hamda shahar yo'lovchi tashish transportlarida mavjud axborot tarqatuvchi qurilmalar orqali ham o'sha adliya organlari tomonidan xuddi shu mulk huquqlari kafolatlari to'g'risida aksiya o'tkazilayotganligi ham doimiy ravishda o'sha keng jamoatchilikka yetkazib borildi. Juda ham yaxshi. Va ushbu oylik doirasida huquqlari tiklangan, misollar orqali bevosita aytib o'tsangiz. Shunday shaxslar bormi? Albatta, bu aksiya davomida jami 2860 nafar fuqarolarning huquqlari tiklanishiga erishildi. Bular o'sha 2860 ta masala, turli xil masalalarni o'z ichiga qamrab oladi. Bulardan o'sha 545 nafar mulk huquqini tasdiqlovchi hujjat bo'lsa-da, ularni davlat ro'yxatidan o'tkazmagan shaxslarning huquqlari davlat ro'yxatidan o'tkazildi. 1213 nafar shaxsga soliq mulk solig'i bo'yicha imtiyozlar qo'llanildi. 802 nafar shaxsga yer solig'i bo'yicha imtiyoz qo'llanildi hamda 1 nafar shaxsga asossiz belgilangan soliq o'sha adliya organlari yordamida bekor qilinishiga erishildi. Juda ham yaxshi.
va bevosita ana shu muammolarni joyida hal etishda eng katta bir jarayon bevosita ana shu tashkilotlar bilan hamkorlikda ishlash bo'lsa kerak. Chunki u yerda kimnidir masalasi bevosita boshqa bir tashkilot bilan bog'liq jarayon bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Shunaqa. Va bugun ana shu to'g'ri yechim tanlangan. Agar bu aksiya o'tkazilmaganda qay darajada bugun o'sha masalalarga yechim topish mumkin edi? Hamma uyidan hujjatni yugurib olib kelib, zarur bo'lsa bo'lmasa tashkilot yugurmaydi. Va bugun o'sha aksiyalarni joyida o'tkazilayotgani va hamkor tashkilotlar bilan ish olib borilayotgani menimcha ko'p masalani shu 2000-3000 dan ortiq masalani o'sha joyida hal etish imkoniyati yaratadi, to'g'rimi? To'g'ri, shunaqa. Aynan o'sha adliya organlar tomonidan tegishli tashkilotlarga ta'sir choralar ham qo'llanilishini ham aytib o'tib ketsangiz. Albatta o'sha aksiya doirasida o'sha aniqlangan qonun buzilish holatlari bo'yicha boshqarma hamda tuman shahar adliya bo'limlari tomonidan o'sha mulk huquqlari buzilishiga yo'l qo'yilgan fuqarolar manfaati yuzasidan jami 41 ta ta'sir chora kiritilgan. Bulardan o'sha ta'sir choralarining turlariga to'xtaladigan bo'lsak, adliya organlari tomonidan kiritilgan 19 ta taqdimnoma, sudlarga fuqarolarni manfaatlari yuzasidan kiritilgan 15 ta da'vo arizalari, 5 ta tashkilotga kiritilgan ogohnoma hamda bir nafar mansabdor shaxsni ma'muriy javobgarlikka tortish yuzasidan kiritilgan ma'muriy taklifni aytib o'tishimiz mumkin.